Assalamu alaykum aziz yurttaşlarım, ekran altı qadrli görürmenler. Yakşanbanlar hayırlı olsun. Akademiya söhbeti hoş geldinler. Ben Mağfiret Kamal. Bugün vatan içi sırtı tonulgan bir Uygur ressamını ekranlarımız arkalı sizler bilen uçuraştırmakçı. Bu kıymetli ressamımız bugünkü aziz mehmenim Ekrem İmin Efendi boludu. Ekrem Efendim hoş geldiniz. Assalamu alaykum. Uygur tuqqanim, Türk tuqqanlarım, qandarak avalыңlar. Yaxşı, rahmet. Sizlarga alaydı salam. Rahmet. Hammalar ma'lum bu program Uygur medeniyetini tanıştırışını asas qilgan bir program. Bu programda Uygur san'ati ve qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlarini mo tanıştırışgan edik burungi programlarımızda. Mesela burun Mervayt Hanım'dan biz ecdadımızın bunundan ming neçe yıllar burunla Uygur san'atidagi ressamlık utuqlarini öz vaqtida dunyodagi eng ilg'or san'at metodi uslubi bilan yuqori saviyada asarlarni yaratganligini anglagan ve bu ekranda nurgun yaxşı münevver ülgülerini, eserlerini köýgendik. Bugünküce Uygur san'aty üzülüp kalmay davamlaşıp geldi ve özgüçü uslubunu terakki kıldırdı. Ben şundaq dep oylayman. Bu yolda sanatçılarımızın töhpisi zor elbette. Mana muşu sanatçılarımızın birisi Ekrem İmin Efendim. Bugün biz Ekrem İmin Efendim'in ressamlık hayatı ve utuqlarını özünden anlayımız. Qeynamsa közüňle ve kuluňla bizde bolsun. Ekrem Efendim, sizni vatanning içinde nurgun programlar katnaşdınız hem köpünçe halkımız yaxşı tanıydı. Şundaqdymı yana yeni bizni körüp atqanlar üçün özüňizni kıskaça tanıştırgan bolsaňyz. Merhamet, söz sizde. Assalamu alaykum. Men Maytaq tug'ilgan, endi Maytaqni bir kichik bir şey. Endi Qarmay bilan Maytaq araligi bek mijroq emas. Maytaq bek bir Medine şäheri bu, bek yaxşı chiroyli. Endi kichik vaqtimda, aşa tug'ilgan vaqtimda dadam apamlar sirtda ishlaydi. Men cho'ng apamning qo'ynida cho'ngib ekanman, kichik apam bilan. Cho'ng apam shu vaqtida menga mushuk deb laqab qo'ygandi. Shuning bu mushuk ism kelib qoldi menga. Endi bu Maytaq degan şey bağanlar bilisizlar. Maytaqda jiqballarniki laqim bor. Uning cho'qim ma'nosi bor-da. Shuningga lekin men kichik vaqtimda dadam rahmatlik hünərçi. Endi hünərçi deganim Maytaqda hünərçi chiqmaydi. Endi dadam o'zi bir konu maşallah mesela bir yerler yasab yaslayan qalsa dadam neni kelsa dadam qo'lida anglab meniki chatib ekan deb öz ügünüp algan bir yaxşı kasbda bu. Şuna olganda lekin bizni dadam va'da qilgan, sizlar cho'qim yaxshi maktabda o'qiysizlar, cho'qim yaramliq. Mana men Uyg'ur degandek bunda yaramliq bir bola bo'lib chiqsizlar degandan keyin men shu vaqtda o'ylab qoldim, Uyg'ur degan qanday bir yaramliq bola deydi men. Hozir o'ylab baksam, burun cho'nglar bizga bergan mukofot masalan sal bir natijamiz chiqsa, yaxshi, ya bo'lmasa isil, ya bo'lmasa yigit, eng notisi botur ekanda. Shuni men o'ylab baksam, hozir endi shularni erishganman deb o'ylayman, chunki men o'zim bek tirishchilik qilib ketdim. Maytaqning shiroyida endi bir hunar san'at o'rganish bek tez. Maytaqning hunar san'atchilarmi aşı janublardan keladi bolalar. Maytaqda hamma yerdan kelgandan keyin endi mush kasbni men endi oldida shu rasm chizishni o'rganish kerak. Shuna bo'lganda o'zim rasmni yaxshi ko'rib turib o'rganib oldim. Bakmi yaxshi chizolmayman. Kichigingizda shu rasmga qiziqib, rasmni kichigingizdan boshlab chizishga boshlaganmidingiz? Bu rasmni bakrak boshlagan vaqtim bu boshlang'ich maktab men yaxshi o'qiy olmagan. Shu yerda bir gaplayapti, pioner taqab boqmagan Akram, o'rta maktabni oralib bitgan Akram deydi. Shu men qiziqmaydim bu kasblarga. Endi dadamning qo'lqi yo'g'ancha, mening qo'lqim yo'g'an deyman. Dadamning qo'lqini men sizgan. Sizsam dadam menga bir mukofot bergan. Shundan keyin bu rasmni endi bakli sizib ketdim. Akam rasmchida rasmni endi akam sizib qo'ydi, o'rganib boshlab o'zim kirishib ketdim. Mening kirishkinim shu kichik vaqtimda hozir o'ylab baksam menga bak yaxshi ta'sir bo'ldi. Men dadamniki shu dadam mozoz oyoq tikishga amroq, o'zing tuqqanlarini ishi cho'qim mozozlar bor deb o'ylab qoldim. O'zing xizmatini tugatib bir odamning oyligi bilan 4 bolani beqib yaxshi maktab o'qitaman deyishdiga o bakli ta'sir shu. Qaysi? Oyliklar bak tuyan bu. Shunda olsa dadam
tırça adamken buna biz ayaklarını kiyip öye kirip ayakını saplayıp uxlaymiz. Eğer çıkarsa ayağımız yepyeni. Bir gün varsam yerim keçi dadam uxlamay aç ayaklarını birden kol ünür ve tikidiken. Bu demek ki onun bu hüner degen mana miş Norge kep qarsam bir ayak tikidan bir adam barken maxsi bir dağçıda bir adam aştan biz öçere turup ana ayak tikizalay dikenmiz. Bekçik adam konu ayaklarını tikizge. Çünkü bu bir miras depçi atalarının bergen ayaklarını. Biz u yerda dikkat qilmapmiz. Hozirgacha pishman qilgan yerim dadamning aşı bir dadısının özü qalgan bir aşı ayak tikidan bir material sandığı vardı. Şunu olsun ekvasam baptika deb ketdim. Şunu anda o işler ötep ketdi. Şunu men özüm selmiş kesip turapga dadamdan so'rab surib aşı. Aşna qilib surib resimde dadamning kesbi ishga ahvol. Biroq bu bir hüner sanat. Hüner sanat degan bak cho'ng tema bu. Şuna olganki biz endi resim sizib yurdik. Endi bizning ayadimi endi xili şu yillar bir yaxshi maktab intan berib ko'chalardan bolalarni bak chiq emas. Sal o'yanchi bolalar jiqroq o'yanib aytadi. Şuna olganda men endi bizning bir qiziqchi bola va Adil Mesdab ashlar va billa uchimiz cho'ng maktab o'qidik. Ular teatrda o'qidi, men endi hüner sanatda. Meningki resimlikda o'qimoqchi bo'lgandim. Shu vaqtda rahmatli G'azamat akamning o'g'li va men og'aynidim. G'azamat akam resimdan qarab baq qilib voy Akram sen resim o'rganma. Sening bu resim sizg'ining resimchi bo'lamaysan dedi. Bu resimchi bo'lmoq bak tas. Degan undan men nima qilib desam, sen yana bir maktab bor, hüner sanat maktabga imtihon bersang, ko'chib qolsang, u sana bo'ladi deb endi chunki shu vaqtdagi Kerem Nasriddin akam damdoq G'azamat akam damdoq shu pishqadamlarning rasmlarini biz endi eng yuqori bahoda ko'rdikda shuna olganda endi o'sha odamning gapini anglab o'zing o'g'lingmi sen rasmchi bo'lma, sen Akram o'xshash hüner sanat o'rgan deb. Chunki ulardan bilib bizning sig'ar rasmchi bo'lamaymiz. Hüner sanat kirsak lan o maktabda. O maktab Beijing'de güzel sanat mektubu var. Merkezi hüner sanat mektubu var. İşki ahvalda bu. Kirip bu resim olarak kirsak o o'xshamaydi ekan. Bizga degan aşı bilet, kino bilet deymiz, pullarni deymiz, hamma narsani sizib ashna aşı har xil ashna sizdan olib ketdik. Har xil amilatki narsani. Yasaydan qo'l hüner deymiz. Ben şimdi o'ylayman, belki yaxshi kasbni tanlayapti ekanman deb shu vaqtida fotografdan boshlab hamma o'rganib oldim-da. Men sirtim qarsa, men işte qiziqchilik qilib, men o'zim bunda yurman, biroq men bak tirishman o'zim ishimni. Men bir ishni qilmayman desam, bak kirish ketmaydi. Masalan, mush programga chiqaman deb siz yarim soat dedingiz, men yarim soatga demay, uni yana 1 soat o'zgartdim-da, tixim puxta bo'lsin deb. Mening qilayotgan ishlarimni shunda puxta chiqadi hozir. Rahmatli dadam da aytdi, sen maydonda atılıp başka yerga borsan, sen atdi ishni puxta qilsang, sen yaramliq bola bo'lsan dedi. Shuna olganda men maktabda yaxshi o'qidim. Shuna oldi. O'zing bakchiq tunishirasan, 1 soat o'shab ketmisan. Yo'q, to'g'ri deysiz. Shu tirishchanlik bekmi muhim, albatta ko'ngil qo'yishim bek muhim. Qiyin ish yo'q olamda ko'ngil qo'ygan odamga deymiz. Shu ko'ngil qo'ymaguncha bir ishni beshiq olib chiqishga bo'lmaydi ekan. Abiyam siz dedingizmi chet eldagi qadimgi ash hüner san'atlarni, uningdan ota bobosidan qolgan miros kasblarni qadrlash naytim esil bir an'anaga deb o'ylab qoldim. Biz eliqi yangilik deb butunlay kon narsalarimizni tashlab, qonunlikni balkim bizningki ba'zi bir ideologiyalik sabablar tufaylidan bo'lishi mumkin. Ama chet el kelib qaraydigan bo'lsak, necha 100 yillik ota bobosiniki necha avlod shu miroslarni oyoq tikadigan bo'lsin, sovun yasaydigan bo'lsin, onundan keyin uy jobduq bir narsani yasaydiganlar bo'lsin. Hozir shunchalik zamon ilishib ketdi, nurg'un narsa, lekin shu ushaq tushak insonlar ko'zga ilmaydigan narsalarni shu ota bobom mushuni qittika, mush kasbni qittika deb mush davomlashtirib kelayotganligini ko'rgan oldu. Siz şunu deb o'tib ketdingiz. Mesela molduzlar biz tarafda butunlay oyoqlarni fabrikadan chiqadi, butunlay sun'iy oyoqlarni kiyib ketamiz. Ama endi molduz deb oyoq tikadigan shunday deb qo'yamiz-ku. Bu chet ellarda bu nihoyat qimmatli ekanda, endi qo'lda tikadigan narsa, qo'lda qiladigan narsa yanada bek azizlandi ekan. To'g'ri, ama o kiyimi tikish yo'q, bu yerda bir Uyg'ur shu mashinchilarning mashinchilikdan da nima? Bak qimmatli bu yerda. Endi aldirab kirgin olmaydi-ku bu yerda. Oldida xat yozdik emas.
ben kirsem bulamdır ücret ulağa kol Ha, hüner ha, boşu. ha, ha. Şu vaqtni sözleşip şundaq bo'lki chet elda biz tarafdagi nurg'un an'analar garchi xalqimiz yana qo'g'dab hozirgacha akilishga tirishdi nurg'un an'anamizni ammo endi zamonaviylashgan dunyoda hammani mashinalashib ketdi raqobat qilish bek tez qo'l hunarmandchilik tarafdan olganda shundaqdimi yanala qadrlash kerak endi bizni anglayotganlargami bizni ko'rayotganlargami shu deydiganimiz endi shu ati kasbi deb qo'ydigan bir so'zimiz bor shu ati kasbini qadrlash bek muhimki chunki bu millatninki madaniyati shuning bilan davomlashayotgan emasmi bu millatning madaniyati degan uzilib qolsa millat yo'q bo'lib ketadigan gapga shuni davomlashtirib kelish uchun shundaq jamiyatdagi hamma sohalarniki davomlashishi kerak ekanda uni birisini nihoyatda muhim biz shuni davomlashtiraylik taraqqiy qildiraylik delamaydi ekanmiz nurg'un sohalar birlashib bir jamiyatni barpo qildik bu bir jamiyat tang taraqqiy qilib tang mavjud bo'lib turgan vaqtida undan bir millat sifatida davomlashib keldi ekan sizning endi hozir siz o'zingizni nima deb ataysiz ya'ni qaysi kasbni qilyapman deb o'ylaysiz men endi hozirgi vaqtimda endi til o'rganib man Norvegiyadagi kasbim endi shu chiq vaqtim ya'ni shu hunar san'atga ketib borman çünkü ben aşı vatanda dadamның ta'siri xil umdanla songa manga. Meni ağaylarım jiq aşı örümçidim var. Ne olsa ben ağayını arlayamam. Bu balla ve Fransam yeni manga yaxşı eserler çıkır ki. Endikin benim bir Beijing'de bildi okuyan resimçi ağayla battı. O üyük olsam üyde kapaklarını aç ben kapakını vatanda sızmağa aktımdı mı aç bala kapakını siz toplam küçük kapaklarını. Aç Kazakistan'a çıktı bu. Öydekiler sen ticaretçiydi. Kayıp geldi, situ ettim siz oldum. Yani açıkta şunda yaksızdı. Kayıp geldi. Bir gün oturup bu sen bu resimini sen sızıp situ etsen bu ne bop gettiysen ya ben sızgandaki hak ağandaki ben galiba kıldım dedi. Ondası bundaki sen kapak işleme dedim. Ben bir işlep koy dedim ben. Bu yolunu ben kanda bana ben özen bilmem. Ben büyüğünden başlayıp özen plan kılay. Bizdeki medeniyetine Uygur medeniyetine ben kanda saklap kanda mağızı gelmem ben bir kıpkay ben sana vədi kılaydım ben yaxşı kılamay kalsam ben senin kep açsızgan kapağını hemen ben setip alayım ben sana yardımcı işletsem diye vay tez kapağını tutmay çoğun yakvatsa bir kapağını sızıp oğuçu beşimde tütün çıktı dedi baktım işte tez işler boğunum yaxşı deplam endeki ben 3 yıllık için şu vatanda aş öyünün içinde oturup ben amal va toyğum barmayman, sorunğum barmayman, yo'qolib ketdim de. Başqadan bir qapoq santiga buni necha xil sizib ashna 3-yildan keyin valvol chiqdim. Chiqib andan eng oldida sizgan qapog'im atlas. Endi bu atlasni bak yaxshi muhim temaga bu atlas deb qo'ydim bunga. O sizg'inimi atlas. Endi ben videoni sizga avatib bergan ko'rdingizmi shu videoni? Aş atlasni sizib bo'lguncha buni bir aşağıda bir yermenkelep aşağıdan koyulup boğucu dağdığıp gitti. Endiki yan bir yerde bir körgezim buğanda o alaydı mukaffatını aldım da boğandaki Atlas şirketi de bir şirket varken uyananki mesulü kepmeme mesaj sap ben sana günde bir turmuşun mesul olma ayrılan biletteyse hem nasıl mesul olma benim şu şirketne şu resmin arkalıkmış tabi bir körgezim katlaşıp gelsek de makul da endiki Badok aşı demege aşı Malezya'ya çıktık Malezya'ya o makılı oldu onunla o bir körgezim emez o bir çoğun bir Müslüman devlet 53 devletinin padişahları kep böyle bir meclisi varken de 5 yılda bir onunki tüyünü de bir aşı 53 devletininki yeni sanat kol hüner degenlerine çıkırdık evge. Şunu ben endi Uygurlarga vakil olup, ben kapaksızdan